Shundoq qilganda paydo bo'lib qoladi-ku. Mana biz qancha harakat qilamiz buning uchun. Bir haftalab mehnat qilamiz. Bir haftalik mehnatimizni baholab kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirishingizni albatta so'rab qolamiz. Biz zinapayamiz bir tomoni tayyor ko'rishingiz mumkin. Birinchi stupenkani bu yoqda ozgina chiqazganmiz. Bir tomonga chiqazma, bir tomonni tekis qilganimiz sababi darvozaxona bor. O'shani hisobiga bu tomonga chiqazmaganmiz. Bu yog'imiz tayyor. Hozir boshlaymiz quyoshni bu yog'ini ham. Armaturalari, yog'ochlari, apalixkalari tayyor bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yog'imiz esa monolitimiz. Monolit ham ko'rishingiz mumkin. Armaturalar to'qib bo'lingan. Bitta, ikkita, 3 ta arkasi bor bu yerda. Betonimizning qalinligi esa 15 sm bo'lyapti. Ustamiz mehr berib pardozini tekislayaptilar. Bu yog'ini esa quyib bo'ldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Birinchi, ikkinchi stupenkasini oldi ko'rinishini ham, bu tomon ko'rinishini dimo qilib chiqazganmiz. Qilkashlarimiz sizlarga manzur bo'lsa, albatta kanalimizga qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Sizlarni qanaqadir qiziqtirgan savol bo'lsa yoki shunga o'xshash beton zina xizmat zakazlaringiz bo'lsa, ekran burchagidan telefon nomerimiz turibdi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Tepa tomondan ko'rinishi buni. Ko'pchilik shu savoli bo'yicha ko'pchilikni qiziqtirgan savol qolip apalivka. Bizda bo'lmaydi bunaqa qolip. Ko'ryapsizlar, biz taxtani boshini 15 sm ga, bu boshini esa 2,5 sm ga to'g'rilab, o'sha shaklda kesib chiqamiz. Shuning hisobiga bizda yog'och bo'lmaydi. Sababi bu yerda qolip apalivka shuni o'ziga joyi, razmeriga moslab tayyorlanadi. Tayyorlangandan so'ng betonini qo'ygandan keyin esa bu yerda qolib kamida 15-20 kun turishi kerak. 20 kun turgandan keyin yechib tashlanadi keyin. Yigirma kun turgandan keyin yechib tashlanadi. Yo'llari qo'lnida mo'lag'ida aylanib chiqqan bu yer. Ko'rishingiz mumkin. Zinapayamiz tak tomoni esa mumkin. Bu esa boya qo'yib bo'lgan zinapayamiz. Bu yerda ozgina aylana joy bo'lgan. Mana bu yerda ozgina aylana joy bor. Endi u yog'ida ketdi tepaga qarab. Bu yerda esa shu aytib o'tganimiz 3 ta arkamiz bor. 1, 2, 3 ta arka. Bu yerda prosatkamiz polностью без stoykasi bo'lmaydi. Shuni hisobiga arka qilganmiz betonda. Arkamizning kengligi 20 sm. Kengligi 20 sm. Oldiga esa 1 metr chiqqan, 1 metr bu yoqqa tushgan, 1,20 pastga tushgan. Bu yerda esa dumaloq qilib kesganmiz bu yerda.
Podcastlarimiz sizlarga manzur bo'lsa, albatta kanalimizga qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosishni so'rab qolamiz. Sizlarni qanaqadir qiziqtirgan savol yoki shunga o'xshash butun xizmat zakazlaringiz bo'lsa, aka-ukalarimiz bilan murojaat qilaverasizlar. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab beraveramiz. Inshaalloh narxlarimizni kelishilgan holatda. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videoda inshaalloh yaxshilarda ko'rishaylik.